Ankara jangi 1402-yilda bo'lib o'tgan bo'lib, ya'ni Usmoniylar va Temuriylar o'rtasidagi eng yirik maydon janglaridan biri bo'ladi. Ya'ni bu jangning bo'lishida bir qancha mayda sabablar mavjud. Endi asosiy jangimizga keladigan bo'lsak, Bayezid Yildirim 160 ming kishilik qo'shin bilan, Amir Temur esa 200 ming kishilik qo'shin bilan Ankara maydoniga yetib keladilar. Lekin Bayezid Yildirim sal kechroq ketgani hisobidan Amir Temur qo'shinlari sal o'zini kelib dam olgan bo'ladi. Endi Bayezid Yildirim qo'shinlari silladan qurgan xos holda keladi. Sababi Amir Temur Bayezid qo'shinlari kelincha yo'ldagi hududlarni buzdirib tashlagan. Endi jang bo'lib o'tdi. Jangning asosiy qismini Amir Temurning qo'shinidagi 32 fil o'rnadi. Jang barabar qizib bordi. Oxir Amir Bayezid Yildirimni ikki tarafdagi o'ng va chap qanot qo'shinlari mag'lub bo'ldi va qochib ketdi. Ya'ni bedek o'g'illari Iso va Sulaymon, Bandarasi chap qanotdagi esa o'g'il Mehmet hammasi qochib ketdi. Faqat Bayezid Yildirim bilan, ya'ni 10 ming yanichari va kichkina o'g'li Muso Chalabi qoladi. Ular ham bir tepalikka chiqdilar. Amir Temurning 70 ming kishilik qo'shinini tepalikka o'rab oldi va jangning oxirida Bayezid Yildirim oxir-oqibat yengildi. Shu vaqtda Bayezid Yildirimni asir olib, Amir Temur huzuriga olib boradilar. Amir Temur shu vaqtda o'g'li Shohid Mirzo bilan esa shatranj o'ynab turadi. Shu vaqtda Amir Temur Bayezid Yildirimga qarab kuladi. Shu vaqtda Bayezid Yildirim sening kabi bir jahongirni mening bir g'arib ustidan bo'lishi bir qiziq emasmi deb aytadi. Shu vaqtda Amir Temur yo'q, sen xafa bo'lma, men nechun yutibman dedi. Alloh taolo sening kabi bir ko'ra, mening kabi bir cho'loqqa dunyoni topshirganda hayron qolaman deb kuladi. Bilamizki, Amir Temur cho'loq bo'lgan bo'ladi. Bayezid Yildirim esa bir ko'zimdan o'qib yaralangan edi. Endi Bayezid Yildirim asir olingandan keyin 4 ta o'g'li, ya'ni Sulaymon, Iso, Muso va Mehmet 4 ta o'g'lini mamlakat hududini bo'lib beradi. Bundan tashqari Kichik Osiyodagi beklarni ham tashkil etadi boshliqni. Ya'ni Bayezid Yildirim davrida bosib olingan yerlar boshliqni egallarini qaytarib beradi. Usmoniylar hududi avvalgi kichkina hududini qaytib qoladi. Bundan maqsad davlatni yana qaytadan kuchaymaslik edi. 1403-yil 9-mart kuni 47 yoshida esa Bayezid Yildirim halok bo'ladi va Amir Temurning buyrug'i bilan Bursa shahriga dafn qilinadi.